Zulfiya xonim izdoshlari. Erta so'ngan yulduzlar. Lojuvard osmonda son mingta yulduzlar bor. Ular orasida g'ira-shira nur taratgani ham, aksincha uchqundek porlab ko'zni quvnatadigani ham bisyor. Ba'zi yulduzlar esa shunchalik tez yonib, bamisli uchqundek porlaydi-yu, lahza o'tmay so'nadi. Ammo o'sha oniy nur bir umr yuragingda qoladi. Bugun oramizda bo'lmagan Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibalari ham ana shunday yorqin yulduzlar edi. Mukofot olgan kuni ko'zlarida quvonch porladi, sevinch yoshlari halqalandi. Ular bilan oilalari faxrlandi, ustozlari quvondi, tengdoshlari ilhomlandi. Biroq taqdir ularga uzoq umr nasib etmadi. Yosh edilar, rejalari, maqsadlari ko'p edi. Ona vatan ravnaqi yo'lida hali ko'p yonib yashamoqchi edilar. Orzulari osmon qadar edi. Ularning so'zlari o'zlari yozgan kitoblarda yashaydi. Ilmiy izlanishlari keyingi avlod uchun poydevor bo'ladi. San'atiga minglab muxlislar oshno bo'laveradi va bu yosh iste'dodlarni birlashtirgan yagona narsa Zulfiya nomidagi davlat mukofoti. Bu yuksak mukofot bilan ular hayotliklarida e'zozlandi. Endi esa biz ularni xotirlaymiz, ehtirom bilan tilga olamiz. Ular oramizdan erta ketgan bo'lsa ham, xotirasi hamisha qalbimizda qoladi.